Bro, sen bu yozda o'zingni qo'lingni kuchaytirmoqchimisan? Ayniqsa predplechya, biceps, triceps. Unda bu videoni oxirigacha ko'r. Men qanday qilib qo'limni bunaqa darajagacha kuchaytirganimni sizlarga bugun ko'rsatib beraman va tushuntirib beraman. Qani bo'lmasa, ketdik. Birinchi o'rinda tricepsdan boshlaymiz. To'g'risini aytsam, men tricepsga hech qanaqa gantel, hech nima ishlatmaganman, krome kreslo. Da, kreslo. Xullas yozdi, mana telefonimni qo'yishgan paytlari men nima qilishni bilmasdim. To'g'risi. Va hovlimizda bitta kreslo turardi va orqa machasiga qilib tricepsga ishlashni boshlaydim. To'g'risini aytsam, boshida tushunmasdim qattiq ishlayotganligimni, lekin vaqt o'tgan sari mana shu tricepsim kattalashib boraverdi va mana hozir qanaqa darajagacha yetdi. Shuning uchun birodarlar, prosta nima deydi? Disiplina, vaqt ko'rsatadi rezultat. Bo'ldi. Bo'ldi. Tricepsga faqat shuni mashq qilib, tricepsimni kuchaytirganman. Ana endi bicepsga o'tamiz. Qanday qilib bicepsni kuchaytirgansiz deyishingiz mumkin. Endi savol, qanaqa qilib bicepsga kuchaytirganman? Axir men na zalga borganman, na meni gantelim bo'lgan. Qanaqa mashq bitta. Va bu ham отжимание. Birodarlar, to'g'risini aytaman. Ko'pligiga qiyin bo'lishi mumkin mashqa отжимание qilish. Lekin to'g'risini aytaman, mana bir kun misol uchun 5 ta qildinglarmi, ertaga 100% 6 ta qila olasizlar. Indinga 7 ta qila olasizlar. Shuna qilib 20 tagacha boringlar va xudo xohlasa har kuni 20 tadan va 5 ta podxod har kuni 5 ta podxod 20 tadan qilsanglar, xudo xohlasa rezultat kerak bo'lsa 1 oyning o'zida cho'tki bo'ladi. Bitsepsni mashq chiqazganman. Bitsepsni mashq qilib chiqazganman. Endi главный savol. Qanaqa qilib tomirni va predplechani kuchaytirganman? Axir bu juda cho'tki ko'rinadi. Xullas, bu ham bitta istoriyaga taqaladi. Mana telefonimni qo'shgan paytlari kechqurunlari IELTSga borardim. 8:30 dan 10:30 gacha. Shu paytlar nima qilishni bilmasdim. Shuning uchun prosta qo'limni mamnaq qilib yurardim. To'g'risini aytsam, buni ham YouTube'da ko'rganman. Qanday qilib predplechani kuchaytirish. Bez nichего, hech nimasiz. Va shunaqa mashqlar chiqib kelgan. Lekin sizlarda gantel bo'lsa, juda yaxshi. Maslahatim gantelda ishlanglar. Meni fikrim bo'yicha gantelda predplechani kuchaytirish ancha oson. Men misol uchun 2 oyim davomida shu predplechaga ishlab borganman va mana mashqga rezultat olib kelgan. Lekin to'g'risini aytsam, asosiy mashq u emas. U prosta nomiga kuchaytirib qo'yishdir. Asosiy mashq men rezinani olganman-da, 10 litrli baklashkaga prosta o'tkazib, ikkitasini olib, mashq qilib predplechaga kuchaytirganman. Mana shu videoda ko'rishingiz mumkin. Mashq qilib men predplechaga kuchaytirganman. Har kuni maktabdan keyin kechqurun podvolga tushib olib, telefon ko'rib, o'ng qo'limni kuchaytirganman va hozir ko'rishingiz mumkin qanaqa darajagacha o'sganini. Agar sizlar Jaloliddin axir bu qiyin-ku, Jaloliddin axir bu tipa novichoklarga impossible ku deyishingiz mumkin. Unaqada prosta отжимание qilinglar. Musht bilan отжимание qilsanglar ham bu predplechaga beradi. Va yana bitta gap, qancha nagruzka tushsa qo'lingizga, shuncha tomiringlar ko'rinishni boshlaydi. Shuning uchun nima deydi? Oddiy отжимание qilib ham butun tanani kuchaytirish mumkin. Shuning uchun главное просто начать, братаны, понимаете? Главное дисциплина. Tushunasizlar? Eng muhimi disiplina. Qolgan hammasi bir tiyin. To'g'risini aytsam, xohisham kerak. Xullas birodarlar, agar bu video foydali bo'lgan bo'lsa, iltimos etaman, obuna bo'lib ketinglar va xudo xolasa 5000 ta obunachigacha ozgina qoldi. Keyingi videorolik nima haqida bo'lishni xohlaysizlar? Kommentariyaga yozib qoldiringlar. Hammaga xayr.